Eldor Shomurodov insofsiz. Siz mana bu videoni ko'ring. Ha, yo'q, aloqa qilmaymiz chunki ularni vaqti yo'q murabbiyga. Men ularga 7-8 yil vaqt ajratganman, lekin ular menga 1 minut vaqt ajrata olmagan. Bu videoni ko'rgandan keyin juda ko'pchilik Eldor Shomurodov futboldagi birinchi ustozdan xabar olmas ekan degan xayolga bordi. O'zi rostdan ham bu inson Eldor Shomurodovning birinchi ustozimi? Eldor haqiqatda birinchi ustozdan xabar olmaydigan darajada insofsizmi? Siz obuna bo'ling, hammasini tushuntirib beraman. O'zi Eldor Shomurodov 2007-yilda akasi Sanjar Shomurodov bilan birgalikda Mashal akademiyasi ko'rigiga boradi. Aynan o'sha ko'rikda Otajon Avezov degan murabbiy Eldorni akademiyada olib qoladi. Eldor bilasiz, asli Jarqo'rg'onlik. U uyidan 300 km uzoqda, ya'ni Mashal akademiyasiga borib o'qigan. Tabiiyki, bolaga o'sha paytda o'z uyini sog'ingan. Shu sabab ayni o'sha Otajon Avezov tez-tez Eldorni o'z uyiga olib ketib yurgan. Xullas, Eldor Shomurodovning futboldagi birinchi ustozi aynan Otajon Avezov hisoblanadi. U hozirda Surxondaryoda Eldor Shomurodov akademiyasi sport direktori hisoblanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Eldor hozirgacha ushbu murabbiy bilan o'yinlardan avval tarmoqlar orqali gaplashib turar ekan. Ularning hattoki oilaviy bordi keldilar ham bor ekan. Mana bu intervyudagi inson esa Eldor Shomurodovga qachon, qayerda va qanaqa ustozlik qilgan, bizga bunisi qorong'u, lekin Eldor futboldagi birinchi ustoz bilan ancha yaqin va hozirgacha uning tavsiyalariga amal qilib keladi. Xulosa qilish o'zingizdan.